Namanganga 200 ming dollarga yaqin pul tarqab ketib qolgan. Tezkor xabar: Namanganda 200 ming dollar miqdorida qalbaki kupyuralar qo'lga tarqab ketgani aytilmoqda. Ko'rinishidan original dollar bilan 99% bir xilga o'xshaydi. Ajratib olishingiz juda ham qiyin. Yaqinlarga yuborib ogohlantirib qo'ying. Dollar bilan muomala qilishda juda ham hushyor bo'lishsin. Shuni qalbaki deyish mumkinmi? Bitta ko'ringlar. Hamma joyini birga bir qilib ishlab qo'yilgan. Nol. Oralaridagi mana so'zlarni ham o'xshatilgan. Bo'rtilgan joylarni ham o'xshatilgan. Yuz sonini yaltilashini ham, qillarni ham o'xshatilgan. Lekin bu qalbaki. Yaxshilab e'tibor bersanglar, materialdan bilsa bo'ladi. Oralaridagi pechatlarni ham o'xshatilgan. 100% o'xshatilgan. Ko'p valyuta bilan aloqa qilmagan odam aniq buni original deb o'qib qoladi. Mana shunday tezkor xabarlarni Namangan tezkorda kuzatib boring.